Ana yoningdagi laychang rangi totarib ketdi-yu meni ko'rganda. Qani hayotingni prinsiplari bilan, qonun qoidalari bilan yashashga. Tupurib qo'ygan joyim bor. Bu deydigan joyim bor. Lekin kechirmayman. Xudoga soldim deyman. Kelib kechirim so'ramoqchi bo'lgan. Toshkentgacha yetib kelib tavba qildim. Kechirim Do'stlar, mana o'zlaring eshitib turibsizlar. O'zi asli men bu qari qo'g'irchoqqa qaytib video обращение, ortiqcha gap so'z gapirmayman deb qo'ygandim o'zimga o'zim, lekin gapirishga majbur qilyapti bu. Birinchidan, Nilufarxon, Toshkentga borganimiz sababi men sizdan kechirim so'rayman deb bormaganman. Siz bilan yuzma-yuz mana shunaqangi mashmashalarga, qaytda bo'lmagan ig'vo, shu negativlarga nuqta qo'yaylik, keragi yo'q. Xalq ichida o'zimiz sharmanda qilmaylik degan maqsadda men Toshkentga borganman. Lekin o'shanda ham siz duxingizni berib yubordingiz. Shunday o'tirdingizda surib berdingiz-ku. To'xta opa, gaplashib olaylik, o'zsa ham to'xtamadingmi? Bo'ldi, endi orqa oratdan nima qilasan gapirib, mayda chaynalib. Ana yoningdagi laychang rangi totarib ketdi-yu meni ko'rganda, rangi shunday o'zgarib ketib, o'ziga kela olmasdan mashinangga o'tirib olib, yonib tusha olmadi-yu. Opa ketaylikdan boshqa gapini bila olmay qoldi-yu. Endi nimaga sen telefonda karillayapsan yana? Bo'ldi, to'xtat bunaqa gap so'zlarni. Bo'ldi, gaplashmaylik sen bilan. Yetadi o'zi gaplashganimiz. O'zi xalq kimligini bilib bo'ldi o'zi. Nima keragi bor yana bunaqa orqa oratdan ortiqcha gap so'z, xudoga soldim, unaqa xudoga solganingda o'zi mana seni o'zi xudo shunday ham o'zi ko'rib turibdi. Nima ish qilib yurganingni. Men noto'g'ri ish qilganmi yo'q senga nisbatan? Yo men qo'yib turgan bloglarim yo qo'yib turgan videolarim bir 18+ yo bir xunuk narsalar qo'yganim yo'q. Men xalq uchun foydali, xalqqa mana shu kimdir to'y qilsa, mana san'atkorni olib kelmoqchi bo'lsa, shuni nech pulga olib keladi, shuni hisobini olib yuradi degan ma'noda men videolar chiqaraman. Men senga o'xshab aytimni ochib, baytimni ochib, yo bir joyimni ochib video chiqarmaganman shu paytgacha. Mana seni videolaringni ko'rsataman, mana ko'ringlar. Oh, mazza. Toshkentga borganimiz sababi ham sen bilan yuzma-yuz ko'rishib, shunga oydinlik kiritib, qani gapirsang yuzimga gapir. Qani o'shali telefonda karillaganlaring, qani o'sha admining deb gaplashaman deb borsam, o'sha admining ham shu o'tirib oldi-yu, mashinangdan tushalmay qoldi-yu, qadam bosib, opajon ketaylik deb o'zini qo'yarga joy topa olmay qoldi-yu. Bunaqa adminlar nima keragi bor? Sudrab yurib oldingda, shu o'zingga o'xshaganda, laychalaring, hezalay degansani, o'sha o'zingga o'xshaganlarda o'shalar, yoningda yurganlar. ona ustozidan ketmagan bolalar bilan gaplashib o'tirib vaqtimni ketkazamanmi? Undan ko'ra o'zimni tayinli ishimni qilaman. Ona suti og'zidan ketmagan bolalar bilan gaplashib nima qilaman debsan. O'sha ona suti og'zidan ketmagan bolalar senga qiziq bo'lsa kerakki, menga tashlayapsan. Men sendan qancha yoshman? Ancha yosh bo'lib turib, men shuna katta ayol yoshi katta xotin bo'lib qoldi, endi kampir bo'lib qoldi. Shuni borib o'zim oldida yuzma-yuz gaplashib, shunga ochiqchasiga hal qilib olaylik, keragi yo'q bunaqa ig'volarni desam, yana baqa kelganimdan keyin orqamdan video tayyorlayapsan. Nima keragi bor bunaqa narsani? Yozsang o'zimga yoz, o'zimga chiq. O'sha yoningdagi laychachalaring bilan birga, yoningda o'tirgan laychachalaring bilan birgalikda keyin gaplashamiz. Bo'lmasa uka degan men boraman gaplashamiz ochiqchasiga. Nima keragi bor bunaqa gap so'zlarni? Do'stlar, sizlar qanaqa fikrdasizlar? Bo'ldi, bu hali qari qo'g'irchoq bilan ortiqcha gap olishganim yaxshimi yo bir nimadir qilaylikmi yana? Nima deysizlar sizlar? Fikr qoldiringlar do'stlar shunga. Like bosib, ko'proq like bosib tarqatib qo'yinglar mana shu videoni. Mana shu kampirga tezroq yetib borsin. Nilufar Hamidova, hurmatingizni biling, bo'ldi. Agar hurmatingiz bo'lsa, o'sha hurmatingizni joyida ushlang, kerak yo'q. Bir-birimizga ortiqcha gap so'z, PR, qora PR degan narsalar bor. Men o'zi asli unaqa narsani tushunmayman. Mana shunaqa narsalarga meni aralashtirmang, bo'ldi. Men oddiy to'g'ri o'zimni qishlog'imda, yurtimda, vodiyimda mazza qilib, o'ynab kulib, to'ylarimga chiqib xizmatimni qilib yuray. Nima keragi bor? Bo'ldi, olishmang ortiqcha men bilan. Do'stlar, sog' bo'linglar. Mana shunga fikr qoldirib, like bosib, tarqatib, o'sha nimalarga tarqatib qo'yinglar. O'sha mana nimalarga, hali video chiqaradiganlarga sog' bo'linglar.